Sizga mahr sifatida gelik berishsa, xursand bo'larmidingiz? Ko'pchilik ha deydi. Lekin moliyaviy psixologiya nuqtai nazaridan o'ylab ko'ring. Gelik bu shunchaki mashina. Vaqt o'tishi bilan qiymati pasayadigan passiv. Ko'pincha u boshqalarda taassurot qoldirish uchun tanlanadi. Instagram atrofidagilar, qo'ni-qo'shnilar, do'stlar. Lekin agar turmush o'rtog'ingiz haqiqatdan ham yuqori daromad olsa, nega unda kelajagingiz uchun ishlaydigan narsani tanlamaysiz? Masalan, ta'lim, kvartira yoki yaxshi joydagi ofis. Bunaqa mulkni siz albatta dekret davringizda ijaraga bersangiz bo'ladi va u sizga qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Erkinlik taassurot qoldirishdan emas, balki daromad keltiradigan aktivlardan boshlanadi. Shaxsan siz esa nimani tanlardingiz? Geliknimi yoki kelajak uchun ishlaydigan kapitalnimi? Agar siz ham moliyaviy tafakkuringizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, albatta mani sahifamga obuna bo'ling.